Assalomu alaykum o'g'illar. Bugun YouTube'dagi obzorimizni boshladik. Xudo xolasa bitta tanishtirib o'tib ketamiz mashinalarni. Birinchisi Kia Sportage 6-paysa X-Line do'p opsiyali 24/24 kuzovi ham, tex pasporti ham, probegi 20 ming km turgan, kapoti, faralar bruni plyonka bo'lgan, tonirovka 9 oy ruxsatnomasi bor, 4 ta yangi balon, original farqlar taqilgan. Mashinamiz eng fulli panoramalik lyuk, Abduf Abegrip, qayda hamma navorati bor. Xullas, bu mashinamiz narxi salonda 48 ming dollar turadi. Bizning Sanjar avtokanalda zo'r narxda qo'yamiz. Salondan 13 ming dollar arzoniga ko'rsatamiz. Bugun xudo xolasa X-Line eng fulli Mateo turibdi. Salonlar sirilgan joyi yo'q, top-toza. Bemalol probeg kraskasini tekshirib olaverasizlar. Bir qo'l hisob ma'lumot mashina. Buni narxini 35 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Barcha xizmatimiz bor. Eski mashina olib kelsangiz, yangisiga alishtirib beramiz. Keyingisi yana Kia Sportage. Mashinamiz 23-yil ishlab chiqarilgan. 23/23 X-Line bu ham eng fulli. Salonda 46 ming turadi. Bu do'p opsiya emas, X-Line o'zi. Panorama lyuk, Abduf Abegrip, hamma navorati bor. 360 kameragacha 4 ta video bo'ladi bu ham. Kraskasi bamperigacha toza, quruq tonirovka ruxsatnomalari bor. Mashina zavodskiy holatda. Salonlarni ko'ringlar, ideal holatda turibdi. Mateo turibdi, sirilgan joylari yo'q. Mana bir qo'l haydalgan. Mashina Toshkent shaharning mashinasi. Mashina hidlari bilan turibdi, 26 ming km turgan. Bunun salon narxi 46 ming, bizda 32 ming 900 dollar qo'yamiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Keyingisi Malibu XL. Malibu XL. Mashinamiz 24-yil ishlab chiqarilgan. 25 salondan sotib olingan. Navorotga kelsak, kapoti, faralari bruni plyonka bo'lgan. 4 ta yeng kofo balon taqilgan. Quruq tonirovka 8 oy ruxsatnomasi bor. 24-yil, probeg 28700 km turgan. Salonlari Mateo turibdi. Mana ko'ringlar. Ideal holatda, ko'jlar ham urilib, qirilib qo'ygan joyi yo'q. Orqasi ham zo'r holatda mana. Bir qo'l hisob ma'lumot, bu ham Toshkent shaharining mashinasi obunachilar. Narxi ham zo'r, narxini 27500 dollar qo'yganmiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Keyingisi Malibu Premier Legenda, har doimgidek, Akula 22-yil ishlab chiqarilgan, 78 ming km turgan. Oxirgisi eng Premier, eng zo'r. Shunaqa. Odamlar XL olyapti-da. Shunaqa. Malibu deb o'ylayapti. Bu Xitoy, visokiy nasos degan narsasi bor. To'ppa-to'p. 600 dollar turadi. Buni olsang yana anaqami. Qo'ygandan keyin ishlamasa, garantiyasi o'ladi. Shunaqa. Qo'ysan. Mana bu zo'r. Shunaqa aka. Buni tushunganlar yozib yuboringlar kommentariyaga. Rost akasim shunaqami yo aldayapmiz? 600 dollar turadi. Originali. Yozinglar, savol-javoblarimiz bor sizlarga. Xullas, mashinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan, 78 ming yurgan. 4 ta yangi balon taqilgan, qimmat Mercedes Hadovoy bo'lgan. Quruq tonirovka 10 oy ruxsatnomasi bor. Polni keramika bo'lgan mashinamiz. Obunachilar, bir qo'l hisob ma'lumot Toshkent shaharining mashinasi. Xullas, bu mashinani salonlarni ko'rsangizlar, mana ideal bir qo'l Mateo turibdi, sirilgan joylari chotki. Joylari yo'q, sirilgan joylari yo'q. Bemalol ko'rib, tekshirib olaversangiz bo'ladi. Orqalari ham Mateo turibdi. Keyin Malibuda bitta joyingiz ketadi. Yurgan yaxshi haydalmagan mashinada mana shu joyni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu joyda mana ko'jasini ko'rsangiz bo'ladi mana. Chotki Mateo turibdi. Mana joy yirtilib ketadi. Bu uringan mashina bir qo'l haydalgan, yaxshi sostaniyada turibdi. Probeglar ham yaxshi, 22-yil ishlab chiqarilgan. O'zi 22dan yo'g'iga chiqmagan bu mashinamiz, obunachilar. Premier koreyskiy, bu Xitoy varianti. Ikkalasi ham yaxshi mashina, kimni tanlovi o'zida. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar avtoga murojaat qilasizlar. Instagramdan bor tarmoqlarimiz, Telegramda ham bor, obuna bo'lib qo'yinglar, TikTokda ham bor, Facebookda ham bor darji. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi mashinalarni, yaxshi ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Kimda shunaqa mashina sotiladigan bo'lsa ham, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.